Assalomu alaykum barchaga. Birinchi navbatda uzoq yo'l bosib bizni bilan qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'yin og'ir o'tishi oldindan ma'lum edi. Buxoro jamoasi o'sha ko'proq kuchga tayangan futbolni namoyish etadi va ko'proq o'sha agressiv o'yin ko'rsatishni bilardik. Shuning uchun bu o'yinga yetarli darajada tayyorgarlik ko'ra oldik. Lekin afsuski o'yinda bir qancha vaziyatlarimiz bo'ldi. Golga aylantirishdi. Qayerdadir omad yetishmadi, qayerdadir o'zimiz foydalana olmadik. Shuning uchun umuman olganda yomon o'tmadi o'yin. Lekin bundan da biz yaxshi o'ynay olamiz. Albatta sifatli o'yin, tezkor futbol uchun bunga maydon talabi ham javob berish kerak. Bugun biz baribir sifatli futbol namoyish eta olmasdik, bunga maydon yo'l qo'ymas edi. Shuning uchun o'ylaymanki, umuman olganda futbolchilarga rahmat, ular qo'llaridan kelgancha maksimal harakat qilishdi, oxirigacha kurashishdi. Har bitta to'p uchun, har bitta vaziyat uchun o'sha kurashlarda umuman Buxoro jamoasi yutqizmadi va o'sha o'yindan oldin berilgan ko'rsatmalarni to'liq bajarishdi. Superliga doirasida juda ko'plab Superliga jamoalari bilan va O'zbekiston Kubogida ham juda ko'plab jamoalar bilan kuch sinashib ko'rdingizlar. Neftchi jamoasi o'ynagan. Va ana shu yerda savolim, Buxoro ana shu jamoalar ichida qaysi jihatdan sizga qiyinchilik tug'dirdi? Buxoro klubi. Endi Buxoro klubi bugun masalan biz Buxoroda uyda o'ynaganimiz uchun asosan iloji yo'q ko'proq uzun paslar bilan o'ynashga harakat qildik va bu jabhada Buxoro jamoasi ustunroq. Sababi jamoa o'yin uslubida o'ylaymanki, asosan shu ko'proq kurashlarga qurilgan. Shu tomondan Buxoro bizga ko'proq jang taklif qildi. Ko'proq o'sha yakka kurashlarda qolgan jamoalarga nisbatan bugun juda ko'p yakka kurashlar bo'ldi va shu tarafdan Buxoro jamoasi qolgan jamoalardan ajralib turadi. Yana bir savolim bugungi mavzudan tashqarida aytishlaricha bizni ligamizda, Superligada intensivlik yo'q ekan. Sizning fikringiz qanday deb o'ylaysiz? Superligada haqiqatan intensivlik yo'qmi? Yo'q, intensivimiz bo'lishi uchun mana hozir ham aytib o'tdim, sifatli futbol, tez futbol, intensivimiz nima? Tez futbol, doimiy ravishda tezkor hujumlar bo'lishi uchun bunga juda ko'p omillar sabab. Faqat xohishda yoki aytishda o'zi kamlik qiladi. Masalan, agar siz mashinangiz tez yurishini xohlasangiz, unga sifatli benzin quyishingiz kerak, unga sifatli shina taqishingiz kerak, unga sifatli motori bo'lishi kerak va hokazo. Uchun futbolimiz sifatli bo'lishi uchun da biz oxirgi yillarda rivojlanyapti, futbolimiz yuqoriga ko'tarilyapti. Men aytolmaymanki, bizning futbol intensivimiz yo'q deyapman. Bizning futbolimizda tezlik bor, o'ziga yarasha sababi buni istalgan bizning chempionatga kelgan legioner yuqori darajada o'ynab keta olmasligidan ham bemalol bilsa bo'ladi. Masalan, boshida ko'p legionerlar bizni chempionatga past nazar bilan so'radi, kelgandan keyin ularda o'zi ham ko'p e'tirof etadiki, albatta O'zbekiston chempionati yuqori darajada turadi deb e'tirof etishadi. Shuning uchun bu gapga qo'shilmagan bo'lardim. Demakki, bizning chempionat yetarli darajada intensivimiz bor. Faqat endi bu yerda juda ko'p omillar aytganimdek, havo sharoiti, masalan, bugun to'g'ri yog'ib o'tgani bilan, lekin qanaqadir futbolchilar uchun baribir noqulay havo edi. Shuning uchun bu yerda juda ko'p sabablari bor edi. Savollar. Xo'p, ko'rdikki bugun tarkibda 3-4 nafar yetakchi o'yinchilar terma jamoa tarkibida hozir o'ynayapti. Sizning fikringizcha bugungi o'sha ta'sir qildimi o'yinga? Jamoaning yetakchilari yo'qligi. Albatta, har bir futbolchi jamoamiz uchun qadrli hisoblanadi. Har bir futbolchining jamoada o'zining o'rni bor. Bugun masalan 5 nafar futbolchimiz terma jamoada, undan tashqari Abror Ismoilovda jarohat borligi sababli 6 nafar yetakchi futbolchimiz o'ynamadi. Lekin bizning jamoada bu futbolchi asosiy futbolchi, bu futbolchi lider futbolchi degan tushuncha yo'q. Har bitta futbolchi asosiy tarkib uchun nomzod, har bitta futbolchi asosiy tarkibda o'ynashga haqli, sog'lom raqobat bor jamoada. Shuning uchun o'ylaymanki, bugun maydonda harakat qilgan futbolchilar ham umuman o'sha tarkibimizdagi yo'q futbolchilarni o'rnida bilintirishmadi, ular ham harakat qilishdi. Lekin o'sha boya aytganimdek, qayerdadir omad yetishmadi, qayerdadir o'zimiz imkoniyatimizdan foydalanamiz. Xo'p, yana bitta savolim bor. Hozir bilamizki, Neftchi jamoasi 3 ta frontda jang olib boradi, chempionat, Superliga, Kubok o'yinlari hamda elit chempionlar ligasida. Sizning fikringizcha jamoa qay darajada tayyor bu narsaga?
Endi biz har bitta masalan o'yindan o'yinga tayyorgarlik jarayonini olib boramiz. Hozirdan men ayta olmayman, Chempionlar Ligasi 100% tayyormiz deb ayta olmayman, sababi oldimizda ancha vaqt bor va bunga bosqichma-bosqich tayyorgarlik ko'rib boramiz. Albatta bu bo'yicha barcha bizda o'sha rejalar ishlab chiqilgan. Qaysi oyda qanaqa harakat qilamiz, nima qilamiz, reja bo'yicha murabbiylar shtab tomonidan ishlab chiqilgan reja bo'yicha harakat qilyapmiz. Xo'p, so'nggi savolim, bilamizki, Superliga tanoffusidan so'ng Buxoro jamoasi va Neftchi jamoasi Neft Farg'onada o'yin olib boradi. Bugungi o'yindan o'zingizga xulosalar chiqarib oldingizmi? Albatta, bu o'yindan yetarli xulosalarni olamiz, xato kamchiliklarni ko'rib chiqamiz va Buxoro jamoasiga ham o'sha yutuq tomonlarini o'rganib chiqib, o'ylaymanki, xudo xolasa Farg'onada bo'ladigan o'yinda umuman boshqa darajadagi o'yin ko'rsatib, g'alaba qozonamiz.